Xolodilligingizda bir dona tuxumingiz bo'lsa, shu go'zallik bugun sizni uyingizda ham tayyor bo'ladi. Atigi 3 xil mahsulotdan shunaqangi mazali, chiroyli, og'izda erib ketadigan pechoniy retseptini bugun sizlar bilan bo'lishamiz. Aytganimdek, rostdan ham bir dona tuxum, 1,5 piyola shakar, 1,5 piyola qaymoq albatta yangi bo'lishi shart emas. Xolodilligingizni bir burchakda qolib ketgan bo'lsa ham, shunaqangi yumshoq plastilinga o'xshagan xamir hosil qilamiz. 15 daqiqa tindirib olamiz. Uni xuddi shu ko'rinishda bo'laklarga bo'lib, o'zimiz xohlaganday shakllar berib chiqamiz. Pergament qog'ozingiz bo'lmasa, listni biroz yog'lab borib, pechonniklarimizni xuddi shu ko'rinishda terib olamiz. 180 gradusda 5 daqiqa davomida pishirib olamiz. Shunaqangi osonligidan qanday qilib tayyorlab qo'yganingizni bilmay ham qolasiz. Yumshoq, yoqimli va mazali ta'mni albatta siz ham his qilib ko'rishingiz kerak. Retseptim yoqqan bo'lsa, albatta yurakchani qizartirib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Pechonnikimiz pishgandan so'ng qaynoqligida shunaqa shakar upasi bilan bezatib olamiz. Agar xohlasangiz, pishgan pechonini qiyomga botirib olib, uni kokos qirindisiga belab olsangiz, yanada mukammal bo'ladi. Bundan da oson retseptlar hali oldinda.